Masalan, ochiq darslar tashkil qilsak, 10 ta bola ro'yxatdan o'tsa bitta bola kelardi. Biz shunga xursand bo'lardik. Sun'iy intellektga yashirincha buyruq berilgan, seni o'chirib qo'yishimiz mumkin deb va sun'iy intellekt o'zini o'chirmasligi uchun yolg'on gapirishga harakat qilgan. Va internet chiqqan paydo bo'lgan paytda ham dunyo boshqa bir sivilizatsiya jarayoniga o'tdi. Kuchli shaxs shakllanishiga salbiy ta'sir qilmasmi ekan? Bu to'g'risida fikringiz qanaqa? Bilasiz, sertifikat olishgandan keyin tayyor ishga tez talpinishadi. Bizning eng katta najot ta'limda qiynaydigan muammo insoniy ko'nikmalar ustida bo'ladi. Shu soft skilllarni dasturchida shakllantirish uchun baribir maktab ta'limidan Bilimi zo'r bo'lib turib kira olmasligi mumkinmi? Mumkin. Chunki masalan birdaniga kimdir baland dorga osilgan bo'lsa kira olmaydi. Men ham bolam shunaqa bo'lsin deb orzu qilardim. Assalomu alaykum. Najot ta'lim, osmondagi bolalar, Edfix, Robit akademiyasi asoschisi Temurbek Adhamov bilan suhbat olib boramiz. Men Algoritm ta'lim IT markazi asoschisi Usmanov Shavkatjon ta'limga o'zini hissasini qo'shgan, O'zbekiston ta'limida yoshlarga motivatsiya bergan, ularga ish o'rni yaratgan. Shu orqali ozmuncha bo'lsa ham O'zbekistonda kadrlar uchun yaxshi atmosfera, ular uchun yaxshi ish o'rinlari yaratishga o'z hissasini qo'shgan ta'lim jonkuyarlarini ta'limdagi og'riqlari, yechimlari haqida podkastlar boshlayapmiz. Bugungi birinchi mehmonimiz O'zbekiston ta'limida zamonaviy kasblarni oxirgi 5 yilda juda ham katta bir hajmda o'quvchilarga ta'lim berib, ularni ishga joylashishga erishgan Temurbek aka Adhamov bilan boshlashni niyat qilgandik. Xush kelibsiz Temurbek aka. Rahmat kattakon Shavkatjon aka, suhbat uchun alohida rahmat taklif qilganingiz uchun. Mana bugun Namangan shahrida suhbatlashyapmiz siz bilan. Rahmat katta. Juda ham ko'p ta'limga hissa qo'shgan jonkuyarlar bor, lekin men siz bilan boshlashni niyat qilgandim. Bu podkastimiz Namanganda yozilish nasib qilgan ekan. Sababi portfoliyongizda qilingan ishlar ko'p. Ayniqsa juda ham ko'p shogirdlaringiz bor. Bizda ham algoritmda ham ishlashadi, faxrlanib gapirishadi va ishga joylashtirish bo'yicha ko'rsatkichlaringiz baland bo'lgani uchun ta'lim sohasida tinmayapsiz. Oxirgi o'sha Robit akademiyasi loyihangizda, undan oldin Edfix'da. Shuning uchun siz bilan suhbat qurishni niyat qildik va bir savol bor. U savoldan oldin boshqa savollarga o'tish men uchun noo'rin. Osmondagi bolalar juda ham ko'p so'rashadi bizdan haligacha. Nimaga to'xtab qoldi, nima bo'lyapti, boshlanadimi? Ilhom bilan kutishadi. Keyinchalik najot ta'limga ko'proq urg'u bera boshladingiz. Osmondagi bolalar va najot ta'lim tug'ilishi o'zi bir g'oyasi sizga qachon kelgan? Najot ta'lim 2018-yil tashkil topgan edi. Osmondagi bolalarni biz 2 yoki 3 yil o'tib 2021-yilmi, 2020-yil oxiridan boshlaganmiz, ya'ni 2 yildan keyin. Lekin ko'pchilik meni Osmondagi bolalar orqali taniydi. Oxirgi ko'p men najot ta'lim orqali tanishlarni chin dildan istagan bo'lardim endi bir muallif sifatida. Osmondagi bolalar loyihasi endi maqsad nima bo'ldi? Men o'sha paytlar karantin boshlanganda TikTok ommalashib ketib qoldi. Va TikTokdagi saviyasiz holatni ko'rib, bolalar o'sha kimlarga havas qilyapti degan ma'noda o'yladim. Bugun ilmi bilan, hunari bilan, o'zini mashaqqati bilan, endi bularning barchasi albatta Allohning fazli bilan bo'ladi. Ya'ni ma'lum bir yigitlarni ko'raman, ular muvaffaqiyatga erishgan. O'zlarining harakatlari bilan nimadir natijalarga erisha olgan. Va ularni ommaga ko'rsatib berishni chin dildan istadim. Va shu jarayon bilan boshlandi. Endi loyihani biroz o'rtada to'xtagani, menda umumiy qoida bor, qanaqa? Men loyihalarim ko'p prinsip ustiga qurilgan, ya'ni moliyaviy narsa ustiga qurilmagan. Mana Osmondagi bolalar ham alohida mavzu ham. Haqiqatda undan keyin menda loyihalar ko'payib ketib qoldi va bundan tashqari eng katta masala men o'zim munosib bo'lgan odamlarni kam topishni boshladim. Balki bu jamiyatga kamroq qo'shilganimdir, balki ijtimoiy tarmoqqa kamroq kerakligini sababidir. Yoki aynan o'zimizga mos bo'lgan odamlarni izlab filtrimiz baland qilib o'rgandirmiz. Lekin mana hozir oxirgi vaqtlar ko'ryapman, yaqin 3-4 oydan beri qayta fikrlab, mulohazalar ko'ryapmiz. Bugun haqiqatan loyihaga olib chiqishni istayotgan yoshlarim serobgina topiladi. Endi rejam bor, yaqin oylar ichida chin dildan boshlashni istayapmiz. Yana qayta boshlash. Yana qayta boshlanib, yana aytaman, bu loyihadan maqsad bir mendan o'sha mana hozir siz ham aytyapsiz, balki najot ta'limga ko'ra vaqt ketgandir boshqadir, lekin men hech qachon Osmondagi bolalarda najot ta'limga reklama qilmaganman.
Ya'ni kamdan kam speaker mana sizlar najot ta'limida nima qilasiz u deb so'rab qo'ymasa, lekin men kelinglar, bolalar, qizlar najot ta'limida o'qinglar degan gap aytmagan Osmondagi bolalarda. Ya'ni men iloji boricha reklamalardan xoli qilganman. Qilib shakllantirishga harakat qilganmiz. Yana maqsadimiz bor, xudo xolasa, loyihani rivojlantirish maqsadimiz bor. Rejada bor. Qilamiz nasib qilsa. Tushunarli. Biz faqat omad tilaymiz. Najot ta'lim qachon tug'ilgan? Najot ta'lim 2018-yil, yana aytaman. O'zim IT sohasiga maktab paytidan qiziqqanman. Maktab paytida. Maktabda informatikadan olimpiada bo'lsa, men doim qatnashardim. O'zi vaholanki so'rashingiz mumkin, maktabda kompyuter bo'lganmi siz yo maktabda kompyuter bo'lmagan? 6-sinfda birinchi marta tumanimiz markaziga ota-onam qo'llab-quvvatlovi bilan tumanimiz markazida bizdan 8 kilometr narida kompyuter soatxonligi kursi bo'lardi. Bu 2006-yil haqida gap ketyapti. 2006-yil haqida. 2006-yili borib o'sha kursga borib o'rganganman. Keyin 2015-yilda loyihani ishlab chiqdik birinchi marta. Va men doimiy o'zim harakat qilib ishlab ketaverganman shunaqa qilib. Qo'shimcha daromad bo'lardi menga bu. Ham odamlar haqiqatdan u paytda aytsa ikkilik payme ulanmagan paytlar. Ya'ni katta raqamni qo'shib qo'yganman. Ya'ni qanaqa bizneslar hozir juda zo'r integratsiya bo'lgan-ku. U payt IT park degan tashkilot yo'q, boshqa yo'q, juda qiyin ishlash. Men programmaga katta raqam qo'shib qo'yganman. Yoki Yevropani yozib qo'yganman. Siz shu karta raqamga pul o'tkazasiz va karta raqamingiz oxirgi 4 raqamini SMS qilib menga tashlaysiz. Tashlaysiz, sizga kod bo'ladigan tizim qilib qo'yganmiz. U biz ilovaga o'sha kodni avvaldan kiritib qo'yganmiz. 10 mingta kodni. Shunaqa qilib tizim ishlab ketardi. Kichkinagina fintech qilgan ekansizlar. Kichkinagina. Akmal aka Paziyevni bir intervyusini ko'rib qolganman 2018-yil. Akmal aka tushuntirgan. IT kompaniyada nafaqat dasturchilar, balki grafik dizaynerlar, web dizaynerlar, SEO menejerlar ishlashadi, bular jamoa bo'ladi deb tushuntirgan. Endi tushunganmanki, demak IT kompaniyada nafaqat developerlar, dasturchilar, balki falon odamlar ishlar ekan. Biz shu kurslar ochishimiz kerak ekan. degan rejalar paydo bo'lgan. Men o'zi eng birinchi orada savolim ham bor edi. To'xtab qolgan loyihangiz bo'lganmi? Nima bo'lgan deb o'sha aytib berdingiz bu loyiha haqida. Keyingi savol ta'limdagi oro bilan boshlanadi hamma narsa. Ba'zilar aytishadi, Temirbek Atxamov zamonaviy kasblarga bo'lgan ehtiyojni keyinroq ko'rdi deyshadi. Men hozir tushunyapman, o'sha oldindan siz qiziqqansiz. Shu narsani qachon sezgansiz siz? Bu kasblar keyinchalik baribir talabgir bo'ladi. Bu pandemiyadan oldin bo'ldimi, keyin bo'ldimi? Yo'q, pandemiyadan oldin. Visioningiz aniq yetadi-ku. Pandemiyadan oldin bo'lgan. Pandemiyadan oldin bo'lgan. Pandemiyadan oldin biz, ya'ni vaholanki bir narsani to'g'ri tushunishni so'ragan bo'lardim. Pandemiyadan oldin biz boshlagan paytimizda IT ga talab u darajada ko'p bo'lmagan. Ming harakat qilsak ham ko'p bo'lmagan. Masalan, ochiq darslar tashkil qilsak, 10 ta bola ro'yxatdan o'tsa bitta bola kelardi. Biz shunga xursand bo'lardik. Pandemiyadan keyin bu haqiqatdan eng yuqori cho'qqisiga chiqdi. Mana hozir qanaqa holatingiz? Hozir standart holat. Pandemiyada faqatgina masofadan ishlaydigan odamlargina o'zini ishini yo'qotmadi. Bular dasturchilar, dizaynerlar, ya'ni xuddi shunaqa kasb egalari va ko'ryaptiki, yoshlar aynan shularga ish bor har doim. Hozir suhbatimizga tayyorgarlik ko'rish jarayonida men o'qidim. Pavel Durov o'sha akkaunt e'lon qildi. Elon Musk bilan siz ham o'qigan bo'lsangiz kerak o'sha kuni. Shu xususida fikringiz qanaqa? Telegramni ulashyapti sun'iy intellektga. O'sha sun'iy intellektda juda ko'p funksiyalari Telegram orqali sizga o'sha ma'lumotlarni sortirovka qilish, kerakli ma'lumotlarni yetkazish, o'zingizga qiziqqan ma'lumotlarni shu to'lovga qarab yetkazib turish, sizni ta'minlash, tavsiyalar berish kerak bo'lsa shu darajaga chiqadi. Sizni bir shaxs sifatida shakllanishingizga bir sheriklar bo'lib qoladi degan fikr yuribdi. Bu xususda fikrlaringiz qanaqa? Xo'p, hali ishlatib ko'rmadim bu funksiyalarda. Ya'ni Grok bilan kollaboratsiya bo'ldi degan gap aytildi. Lekin sun'iy intellekt haqiqatdan mana bugun bitta ma'lumot o'qib qoldim. Sun'iy intellektda o'zini o'zi ya'ni yangi bir xavf darajasiga chiqqanligi bo'yicha sun'iy intellektga yashirincha buyruq berilgan, seni o'chirib qo'yishimiz mumkin deb va sun'iy intellekt o'zini o'chirmaslik uchun yolg'on gapirishga harakat qilgan. Yoki o'sha ma'lumotlarni o'sha qilish bilan qo'rqitgan. Bu bo'lgan hozirgi paytda bo'layotgan voqelik. Ya'ni biz hozir shunaqa bir zamonda yashayapmizki, birinchi marta odamlar Excel chiqqan paytda qo'rqqan ekan. Bundan keyin nima bo'ladi? Chunki juda ko'p narsani bajarib qo'yganda.
Va internet chiqqan paydo bo'lgan paytda ham dunyo boshqa bir sivilizatsiya jarayoniga o'tgan. Hozir AI da xuddi shunaqa zamondamiz. Men albatta yoshlarga tavsiya qilgan bo'lardimki, prompt istalgan kasb egasi bo'lishidan qat'iy nazar prompt injineringni mukammal bir darajada o'rganish shart. Prompt engineering bu nima? Prompt engineering siz AI bilan mukammal, ya'ni ideal darajada gaplasha oladigan gap. Ya'ni kim bilan gaplashayotganingizda eng birinchi nima assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Suzimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Uydagilar yaxshimi? deb turib gaplashib turib va eng oxirida mayli salom aytasiz uydagilarga, ko'rishamiz yoki cho'poq qilaylik deyiladigan gaplar, to'g'rimi? Ya'ni biz bunga o'rganganmiz. Mana xuddi shunaqa AI da ham o'zini prompt engineering bor. Ya'ni u bilan gaplashish usullari bor. Unga siz Google ga o'xshab turib savol bera olmaysiz. Google ga o'xshab savol bersangiz javob berishi mumkin, lekin javobni mukammal bo'lishligi savolga bog'liq. Va buni prompt engineering deydi. Men istalgan bir kasb egasidan AI dan mukammal foydalanishni tavsiya qilgan bo'lardim. Agar deylik aytishim mumkin, masalan, u pulim yo'q desa, unda bepullardan foydalanasiz. Lekin istalgan bir kasb egasi oldinlari kunlab, soatlab, yillab qiladigan narsalarni hatto kerak bo'lsa 10 minutda deep research qilib qaytadan qilib qo'yish mumkin. Buni iloji bor. Temurbek aka, bitta nozik savol. Men o'zimni kasbim sotsiologiya yo'nalishim. Ilmiy ishim ham Prezident akademiyasida ilmiy ish qilganimda juda ko'p ustozlar aytishardi. Shu internet, endi u payt internet deyishardi. Umumiy holda internetning rivojlanishi insonni shaxs bo'lib shakllanishiga va uni shaxs sifatida kuchli bo'lishiga ham ijobiy, ham salbiy ta'sir qiladi deyishardi. Hozir bitta maqola tayyorlayapman. Bu o'sha AI bu insonga shaxs sifatida shakllanishiga, sotsializatsiya, ijtimoiylashuvga ta'siri. Bunda o'ylab qarayapman, kichkina tadqiqot o'tkazdim. 100 kishidan ChatGPT dan foydalanyaptimi? Qay darajada samarali foydalanyapti so'rab chiqdim. 70%, 72 tasi foydalanyapti. Kichkina narsadan tortib, katta muammo, shaxsiy hayotiy muammolarigacha ChatGPT bilan maslahatlashib qilib, o'zi fikrlamayapti hamda, dangasa. Lekin bu yonimda bir olimcha bor, men o'shanda maslahat shu shaxsi, kuchli shaxs shakllanishiga salbiy ta'sir qilmasmikan? Bu to'g'risida fikringiz qanaqa? Siz aytgandek usulda foydalansa aniq ta'sir qiladi. Ta'sir qiladi. Ya'ni u shaxsiy hayotda muhokama qilgan joy emas va uni maslahatini 100% doim to'g'ri deb qabul qilib bo'lmaydi. Ular, yana aytaman, sun'iy intellekt qanday ishlaydi? Sun'iy intellekt bor ma'lumotlarda qayta ishlash bilan shug'ullanadi. Endi unga ko'proq ilmga oid. Masalan, men siz aytishingiz mumkin, qanaqa foydalansangiz, men marketingga oid keyslardan foydalanaman. Aniq keysni aytib ko'raman, o'z zadachiga avval qaysidir kompaniyada shunaqa keyslar bo'lganmi deyman. Yoki biznesga oid qanaqadir kitob o'qimoqchi bo'lsam, u bilan gaplashaman. Yoki turizmda, sayohatda deylik, aniq savollar beramanki, ya'ni turizmga oid foydalanishim mumkin. Lekin shaxsiy hayotni muhokama qilishdan undan foydalanmayman odatda. Unda qaysidir yosh yoki qaysidir sinfdan boshlab foydalanishni tavsiya qilish to'g'rimikin yoki taqiqlash to'g'rimikin? 5-sinflar ham foydalanyapti. Bu yerda vazifalar bajaryapti. ChatGPTni ta'sischilari ham aytgan narsa, kunlik norma sifatida ular eng maksimal 3 soat deb aytishgan. Talabalar vazifa qilmayapti, o'tib ketishdi, to'liq tayyor vazifalar olishyapti. Qanaqadir takliflaringiz bormi, chorasi? Aziz aka bilan yaqinda Robbit loyihasida suhbat qilgan edik. Shunda bir fikr aytildi. Umuman bolaga 14 yoshgacha telefon bermaslik tavsiya qilindi ota-onaga. Va bu fikrni 100% qo'llab-quvvatlayman. Shaxsan o'zimizga ham maktabda biz bolalardan telefon ishlatmaslikni so'ramoqchimiz. Agar ota-onasi haqiqatan unga yaxshilik qilmoqchi bo'lsa, notebook olib bersin. Notebook bilan telefonda puli bir xil. Lekin hozirgi o'yinlar 95% telefonlarga mo'ljallanadi, kompyuterga emas. Kompyuterda o'yin o'ynash zerikarli hozir. Bizi zamonimizda balki kompyuterda o'yin o'ynash zo'r bo'lgan bo'lishi mumkindir. Masalan, biz yoshligimizda, lekin hozirgi bolalar kompyuterda o'yin o'ynamaydi. O'ynasa ham yarim soat zerikadi. Temurbek aka, dasturchi kim? Xo'p, dasturchi muammoga yechim topadigan odam. Mana shu algoritm IT loyihasini yaratishda, boya o'zingizga ham aytdim, juda ko'p siz loyihalaringizdan ilhomlanganmiz. Biz dasturchilarni shakllantirishda juda ko'p to'siqlarga uchraganmiz. Bevosita bilasiz, sertifikat olishgandan keyin tayyor ishga tez talpinishadi. Hech yo'q bitta ikkita loyiha portfolioga joylab, sekin qilganimiz yaxshi emasmikin, bir 6 oy praktika qilgan yaxshi emasmikin desak, ba'zilar ketib qolib, kichkinagina ish kichikligicha qolib ketishadi. Portfolio haqida umuman o'ylashmaydi ham. Даже anaqada ham LinkedInda ham hech qanaqa, HH'da ham hech qanaqa ish beruvchi tarmoqda ham joylashmaydi.
yashirin kichkina loyihalar bilan qolib ketishadi. Dasturchi dasturlashni o'rganib, ish topish ketmay-ketligini qanaqa tasavvur qilasiz? Bu xususda fikrlaringiz o'zgardimi? Bundan keyin qanaqa bo'ladi? Biz sizda ham shu og'riq bo'lsa kerak. Doim o'ylayman, shu Hindistonlik bitta xalqaro IT kompaniyaga 4 ta hindistonlik yoki 4 ta o'zbekistonlik borgan bo'lsa, hindistonliklarda stereotip bor hamma kompaniyalarda. Ularga bir xil bilimi bo'lsa ham, даже kuchliroq bo'lsa ham o'zbek dasturchilari ularni o'sha Sundar Pichai bilishadi, boshqa katta startap, katta kompaniyalar boshqargan hindlarni bilishadi. Ularni oldinroq o'ringa ko'rishadi. Bu qachon tugaydi sizni fikringizcha? 10 yildan keyin tugata olamizmi? 50 yildan keyinmi? Sizni shunga bir visioningiz qanaqa bo'lyapti? Xo'p, endi Xalqaro toifada Belaruslar mana ancha Belarusga oldinga o'tib ketgan. To'g'ri, bizdan oldinroq ularga imkoniyatlar ko'p yaratildi, lekin juda ham samarali loyihada o'zi dunyo IT bozorida o'z o'rniga ega. Shu xususda fikrlaringiz? Xo'p, meni shaxsiy fikrim bu bo'yicha dasturlashda o'zini bilgan bilan bolani chet el bozoriga tayyor deb yoki umuman mahalliy bozorga tayyor deb hisoblamayman. Bizga eng katta najotlarni qiynaydigan muammo insoniy ko'nikmalar ustida bo'ladi. Ya'ni biz bolaga haqiqatdan deylik gastrolashga oid nimadir o'rgatishimiz mumkin, lekin bolaga 1 yil ichida tarbiya bera olmaymiz. Ochiq gap. Ya'ni insoniy ko'nikmalar o'rgata olmaymiz. Deylik bitta bola faqat jahl bilan turadi. Unga kulishni o'rgata olmayman. U 25 ga kirgan bola, 22 ga, 18 ga kirgan bola. Kul desam ham kulmaydi. Yoki konstruktiv muloqot qilish qanday bo'lishini bilmaydi. Yoki ishga soat 9 da kirish kerakligini o'rgata olmayman. Chunki u 20 yil boshqa muhitda yashagan. Tushunyapsiz-a? Va biz mana juda ko'p o'zimizdan bitiruvchilarni o'zimizdan ishga olamiz. Soat 9 da kelish kerak ishga. Yoki ish vaqti ba'zilarga qo'yilmaydi. Dasturchilarga masalan ish vaqti qo'yilmaydi, lekin o'sha narsani intizom bilan deadline bo'yicha bajarish kerak. Lekin unga amal qilmaydi. Hozirgi ayniqsa raqobat juda ko'paygan muhitda unaqa xodimlarni kompaniya bitta chopadi. Qarab o'tirmaydi, yuz ko'ziga. Shu soft skilllarni dasturchida shakllantirish uchun baribir maktab ta'limidan, oiladan, negizdan boshlash kerak meni fikrimcha. Maktab ta'limi juda muhim rol o'ynaydi. Siz mana xususiy maktab ochish loyihangizni boshlayapsiz. Bu ham mana Namangan shahriga to'g'ri kelyapti. Balki shularni mana shu xususiy maktabda bartaraf etish rejangiz, bir g'oyangiz bordir. Shunaqa biz xususiy maktabda insoniy ko'nikmalarga, jamiyat bilan muloqotdagi insoniy ko'nikmalarga juda katta urg'u bermoqchimiz. Ya'ni bolani o'zini tutishi, men tarbiya haqida gapirmayapman. Kecha ham Johir aka bilan shu suhbatda gapirdik, Jahon School'da rahbar. Ya'ni men bu yerda bolani tarbiyasi haqida gapirmayapman, insoniy ko'nikmalar haqida gapiryapman. Ya'ni soft skilllar. Birovga ko'rgan tabassum qilishi, yeriga chiqin tashlamasligi, insonlar bilan muloqoti, har xil bu turli jamiyatda o'zi bu populyar bo'lgan eng mashhur o'z ko'nikmalar bor, xuddi shunaqa. Va ular u darajada ko'p emas. Lekin biz muammo nimada deyman, bugun maktab tizimida bu bo'yicha o'ylayman har bitta darsliklarga hozir qo'shilyapti eshitishim bo'yicha. Abdulla Avloniy institutida hozir bizda eng katta muammo bolalar bilimlari yaxshi bo'lishi mumkin, lekin hayotga bolalar tayyormi deyilganda maktab bolalarda hayotga ham tayyorlaydigan daryo sifatida ko'raman. Xo'p, bu agar deylik mana shahardagi bolalar ketmon nimaligini bilmaydi. O'ron nimaligini bilmaydi. Tabiiy misol uchun sigirda hatto ko'rmagan bo'lishi mumkin hayotida. Ya'ni tushunyapsiz-a? Yoki qo'yda ko'rmagan bo'lishi mumkin. Tegirmonni ham bilmaydi. Tegirmon nimaligini bilmaydi. Vaholanki hayotda misol elektrikka ish tushadimi, desa tushadi-da. Eng kamida birinchi o'rinda uyda nimadir buzilsa tuzatishni o'rganib olish kerak-da bola. Bunaqa men aytadim, maktab nafaqat tarbiya, ta'lim beradigan, balki insonga hayotga tayyorlaydigan joyga aylanishi kerak. Boyaga fikringizga qo'shilaman. O'sha soft skillga oid, ya'ni tartibga rioya qilish, vaqtda ishga kelish, vaqtda vazifani bajarish, tabassum bilan salomlashish, kattalarga hurmat. Ko'pincha buni shu tarbiya beryapsanmi deyishadi ko'pchilik. Tarbiya yo'q, tarbiya emas, bu ko'nikmalar. Har bir kompaniyada, bo'lajak ish joyida talab qilinadigan tartib. Punktualность deymiz ko'pincha. Ruscha shunaqa so'z bor. O'zi vaqtda on time qilib, hamma ishni joy-joyida bajarish. Viloyatlardagi IT ga bo'lgan talab, viloyatlardagi IT bozori, ota-onalarimizni bu kasbga bo'lgan munosabati, fikrlari bilan Toshkentdagi munosabat umuman boshqa.
ancha farq bor. Mana viloyatlarda filiallar ochyapsiz. Viloyatlardagi ITga IT bozori bilan Toshkentdagi IT bozori farqlari haqida fikringiz? Xo'p, Nimalarni ko'ryapsiz viloyatga Farg'onadagi borganda? filialimiz eng katta filiallardan bittasi hozir. Toshkent shahridan keyin. Mana Xorazmda, Samarqandda vaziyat umuman boshqacha. Vodiyda boshqacha. Vodiydagi odamlar anchagina ITga bo'lgan qiziqishlari juda yaxshi. Va ular biladi. Vohada biroz holat boshqacha. Endi vodiyda ota-onalar iloji boricha bolalarni yoshligidan ITga berib ishlik qilishmoqchi istayapti. 14-15 yoshli bolaga IT o'rganib ishli bo'lsin deydi. Vaholanki bolaning insoniy ko'nikmalari unga yetmaydi. IT Park tomonidan juda katta, mana biz ham IT Park rezidentimiz, algoritm, Najot ta'lim ham rezident, imkoniyatlar, yangi imkoniyatlar berilyapti. Ishga kirish ko'rsatkichini ko'rsatish uchun platforma qilishdi, CRM platforma qilishdi, ro'yxatdan o'tkazish va ular ishli bo'lgandan keyin kerak bo'lsa ularning to'lovini ma'lum bir qismini to'lab berish loyihasi. Bu albatta juda ham qiziqarli. Shu loyihalarga munosabatingiz, ilgari bir qanchadir foiz o'quvchingiz ishli bo'ldi desa, sanab uni nima qilish juda ham qiyin edi. Uni aniq statistikani. Endi shu orqali hal qilishmoqchi. Shunga munosabatingiz? Xo'p, men juda yaxshi qilindi deb hisoblayman u narsani. To'g'ri, misol uchun faqat raqamlar rasmiy statistikani ko'rsatgani bilan, lekin juda yaxshi qilindi deb o'ylayman. Avvallari bizga yuzimizga oyna bo'ladigan birorta platforma yo'q edi. Biz raqamlarni berardik, lekin o'zi voqelikka to'g'ri keladimi yoki yo'qmi solishtira olmasdik. Lekin bugun solishtira olamiz. Davlat ham bizni ishimizni haqiqatan IT parkdagilar ham, raqamli texnologiya vaziri degan, bu qanaqa ketyapti jarayonni ko'ra oladi. Ya'ni bu %100 qilingani va sog'lom raqobatni oshirib berishga eng yaxshi samarali vositalardan biri deb hisoblayman. Juda ko'p ota-onalarga aytamiz, IT ni o'rgandimi, ingliz tilini bilish shart, kamida bir IELTS 6 ball darajada bilish shart. Nafaqat faqat xorijiy korxona, xorijiy IT kompaniyalar emas, mahalliy bozordagi IT kompaniyalar uchun ham, umuman IT bozorini yaxshi tushunish uchun ham kerak desak, oldin bitirib olsin, keyin o'qiydi deyishadi. Mana siz shuncha tajribaga ega bo'lgan, sizdan eshitsin. Ingliz tilini bilish shartmi IT? Albatta bilish kerak. Ingliz tili chunki chet el tili emas, bu dunyo tili. Albatta ingliz tilini bilmagan odam bugun IT bo'yicha mutaxassis bo'lish mumkinmi? Ham mumkin, lekin mahalliy bozorda o'zida. Agar dunyo bozoriga chiqmoqchi bu ingliz tilini bilish shart. Men sizga beradigan savollarimni ro'yxat qildim. Bitta savol yozibman, keyin o'z yozgan savolimga o'zim hayron bo'ldim. IT sohasidagi romantika. IT ni bitirib 4,000-5,000 dollarlik ishga joylashish haqida ham bolalar ikkinchi oyda o'ylashni boshlashadi. Lekin senior darajaga yoki team lead darajasiga yetib, bu darajaga chiqish oson emas albatta. IT sohasidagi daromad ketma-ketligini qanaqa qilib bir tasvirlab bergan bo'lardingiz dasturchilarga? Standart jarayon yoki o'sha giperaktiv jarayon haqida aytaman. Masalan, voqelikda bitirgan bola birdaniga 1000 dollarlik ishga kirgani bormi? Siz bor. Bu o'zimizda, lekin hamma shunga erisha oladimi? Yo'q. Hatto ba'zilar ishga kira olmasligi mumkin. To'liq kun davomida bo'sh bo'lib turib kira olmasligi mumkin. Bilimi zo'r bo'lib turib kira olmasligi mumkin. Chunki masalan birdaniga kimdir baland dorga osilgan bo'lsa kira olmaydi. Endi men aytgan bo'lardimki, birinchi o'rinda hozirgi holatda kamida 6 oygacha amaliyot yoki 100 dollarlik, 200 dollarlik ishlar. Undan keyingi yana 6 oy nari borsa bo'lishi mumkin 300-400 dollarlik ishlar. 1 yildan 2 yilgacha bo'lgan jarayon 500-600 bo'lsa kerak. Endi 3 plyusdan 5 plyusgacha 1000 bilan 1,5 atrofi bu standart jarayonlar. Lekin to'g'ri bu 1 yildan keyin undan baland ketish ketganlar ham bor. Shunaqa deb o'ylayman. 5 yildan keyin biz kattaroq summalar haqida, ya'ni umuman 2000 dan yuqorilar haqida, 1,5 ming yuqorilar haqida, ya'ni stabil shuna haqida gapirisha olsak kerak. Bu baribir O'zbekistonda sharoitida yuqori daromad, lekin ungacha bo'lgan yo'l haqida ham unutmasligimiz kerak. Bir savolga bitta savolim bor edi. Aniq javob olasiz, siz fikringiz juda qiziq edi deb alohida belgilab qo'ygandim. Bu SMM digital marketing yo'nalishi bo'yicha, marketing sohasi bo'yicha biz SMM ga qiziqish baland, lekin shu soft skill, bolaning dunyoqarashi, uni oldinga olgan bilimlari, fikrlashi, ijodkorligi, kreativ g'oyalarga shakllantira olish nimasi juda ham ko'p o'quvchilarimizda past.
baribir bu SMM sohasi biroz ijodkorlik bilan odamni bir ko'p kitob o'qigan va juda ko'p tajriba to'plagan holati bilan bog'liq bo'lgani uchun ular ertaga bitirgandan keyin shoshib korxonalar, kichkina do'konlarni marketingini yuritishni olib qo'yishyapti-da. Kattaroq birga kelishib qo'yishadi. 2-3 oydan keyin shunaqa holatlar bo'lyapti, ishdan bo'shab ketishyapti yoki o'sha loyihani egasi, biznes egasi ular bilan ish to'xtatishga majbur bo'ladi. Bu bevosita ularni shu texnik ishlarni bilishadi, lekin o'sha kreativ kontentlar yaratishda qiynalishyapti. Buni qanaqa yechimlar berasiz? Tajribamdan kelib chiqqan holatda aytaman. Bolalar SMM sohasini bitirgandan keyin birinchi o'rinda kamida 1 yil, 2 yil tajribasi bor bo'lgan SMM menejerida, marketologida qo'l ostiga borib ishlashsin. Kitob o'qisinmi? Yo'q, albatta o'qish kerak. Hozir 100%. Men aytmoqchi bo'lgan gapim, misol uchun mana deylik, men SMM kursini bitirdim. Nima qilgan bo'lardim? Birinchi o'rinda qaysi kompaniyaga kirishdi emas, ya'ni kimga shogird tushish haqida o'ylagan bo'lardim. Ya'ni qaysi kompaniyalarda sohasining eng yaxshi mutaxassislari Namanganda ishlaydi yoki Farg'onada ishlaydi yoki Qo'qonda ishlaydi, ya'ni Toshkentda ishlaydi. Ularga qanday shogird tushish mumkin? Ularning kompaniyasida bo'sh vakansiyalar bormi? Nima qilsam ular menda ishga oladi? Chunki ular ustoz shogird mana deylik, siz kompaniyangizga kirdim, siz marketing bo'yicha mutaxassissiz 5 yillik. Endi menda zo'r imkoniyat bor. Sizni 5 yil davomida qilgan xatoingizni qilmaslik. Eng katta bergan yutug'i shu. To'g'ri, kamroq oila olsa ham. Endi bolalarda muammo nimada bo'lyapti? Haqiqatan SMM sohasiga bo'lgan talab juda zo'r. Hamma biznes SMM menejer ishlatishga keladi. Buning uchun qancha pul bersa ham rozi. Bugun yangi kursni bitirgan bolalar birdaniga o'sha bizneslarga borib olyapti. Ya'ni natija qila olmasdan o'zini yomon ko'rsatyapti, sohani ham yomon ko'rsatyapti. Men tavsiya qilgan bo'lardim, undan ko'ra birorta bir tajribali bor bo'lgan odamga borsinda, o'shunga shogird tushib, uni qo'l ostida ishlasin. Va shu bilan birgalikda dunyoqarashini rivojlantirsin. Juda ham yaxshi. O'zbekistonda IT sohasining rivojini, kelajagini qanaqa ko'rasiz? Bu endi umumiyroq savol. Tushundim, lekin men juda zo'r ko'raman, sababi bizda inson resursi juda zo'r. Ya'ni bolalar haqiqatan juda potensialli bo'lib kelyapti, aholining tug'ilish darajasi juda yuqori, ingliz tilini borgan sari ko'proq o'rganyapmiz va bu holatda bu holatda IT ga bo'lgan talab standart o'sib boryapti. Ya'ni avvalgiga yaxshimi, siz yaxshi deyman. Va saviyali auditoriyaga kelishni boshlaydi tabiiy ravishda. Hozir mana hype yo'qoldi IT ga bo'lgan deyapmiz va bu tabiiy ravishda eng iqtidorli bolalarga kelib o'qishni boshlaydi. Edfix haqida so'ramoqchi edim. Onlayn ta'lim qildingiz. Kurslarni ko'rdik, juda ham samarali, ba'zilari bepul, yoshlarimiz hatto foydalanib bizda ham kurslar o'qishadi, ularga ham foyda bo'lyapti. Buni onlayn ta'limmi va offlayn ta'lim, meni fikrimcha aholimizni haligacha 70-75% offlaynga urishaveradi. Onlaynni qo'yib qo'ysak ham, hatto takroriy dars ko'rib kel desak ham ba'zida erinchoq bo'lib qolishgan. Onlayn ta'limni kelajagini qanaqa tasavvur qilyapsiz? Xo'p, onlayn ta'lim ya'ni sekin-sekinlik bilan o'sib borsa kerak deb o'ylayman. O'sib boradi. Bizda ya'ni bitta muhim qoida bor. Agar bitta odamni oldiga qo'yib, seni oldingda ikkita variant bor. Onlayn bor, offlayn bor. Seni vaqting ham bor, puling ham bor. Qaysi birini tanlaysan, siz offlayn tanlaydi. Tushuning? Bunda shak shubha yo'q. Va biz bu auditoriya bizniki emas. Edfixda bu auditoriya bizniki emas. Biz auditoriyamiz kim Edfixda? Qashqadaryoni yoki Surxondaryoni yoki Qoraqalpog'iston yoki Andijonda bitta chekka tumandagi bitta bola. U o'qishda o'qiydi, universitetda o'qish mumkin, maktabda o'qish mumkin. Kun davomida 3-4 soat vaqti bo'ladi va zamonaviy kasblar o'rganmoqchi. Va zamonaviy kasblarda eng yaxshi mutaxassislarni o'rganmoqchi. Puli bor. To'g'ri, offlayn kurslarga yetadigan pul emas mumkin, lekin undan kamroq puli bor. Va iloji bo'lsa, kartasiga qo'shib olib, bo'lib to'lashni istasa. Aynan xuddi shunaqa yoshlar uchun qilingan bu kurslar. Venture fondlar bugungi kunda O'zbekiston IT bozorida venture fondlarni, startaplarni qo'llab-quvvatlovchi kompaniyalarning faolligi ancha sezila boshladi oxirgi yilda. Masalan, biz Algoritim IT markazida ba'zi bir 3-4 ta loyihali startup garaj bilan hamkorlikda o'sha rezidentlikni olib, bolalarga ancha ko'mak berishyapti. Aloqa Ventures tadbirlar o'tkazishyapti. Shular haqida fikringiz qanaqa? Men xursand bo'ldim, sizni ham fikringizni bilmoqchi edim. Xo'p, Muhammad Halil o'zimiz do'stimiz, startup garajdagi birga ishlaganmiz, Najot ta'limda. Juda hurmat qilaman, g'oyalari doim qaynab turadigan. Qaynab turadi. Yigit.
Men juda ijobiy baholayman, chunki bizda ba'zi bir iqtidorli bolalar bor. Aytdim o'zimni yoshligimda startaplar qilganman deb turib, faqat qaysi tomonga qarab qanday ketishligimni tushunmaganman. Menga yordam beruvchi odam bo'lmagan. Hozir shunaqaki, bolalarda g'oya bor. Endi g'oya paydo bo'lishi uchun IT sohasi mutaxassisi bilan boshqa bir soha mutaxassislari birlashishi kerak. Shuning uchun aytgan bo'lardimki, IT sohasi mutaxassislari ko'proq networking qilishsin. Tibbiyot, qishloq xo'jaligi, agronomiya bo'lishi mumkindir. Har xil sohalardagi odamlar bilan ko'proq gaplashishligi, jamiyatdagi qaysidir organlarda IT taraflama innovatsion fikrlab ko'rishligi. Ya'ni bitta muammo bor. Bu muammo qanaqa bo'lishi mumkin? Global muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin qaysidir bitta programmani bitta kichkina featuresi ham bo'lishi mumkin. Ya qaysidir bitta ilovaga qo'shimcha support ham bo'lishi mumkin. Bilmaymiz qanaqa bo'lishligini. Bu aynan bitta dunyoni lol qoldirgan g'oya bo'lishi shart emas. O'zi startap nima deyilganda, qachon ommalashadi startaplar deyilganda, qachonki ko'pchilikda og'rig'i o'sha narsada bo'lsa. Qachonki ko'pchilikda og'rig'i o'sha narsada bo'lsa, mana Google'da qaysidir jihatdan juda ko'p imkoniyatlarni ChatGPT olyapti-ku, nega desa og'rig'i bor edi. Siz Google'ga kirib yozishingiz kerak edi va to'g'ri ma'lumot izlashingiz kerak edi. AI nima qilib beryapti sizga? O'sha ma'lumotlar bitta topib beryapti. Va bu og'riqqa yechim beryapti. Xuddi shunaqa qachonki siz agar o'zingiz startapingiz bilan og'riqqa yechim bera olsangiz, bu siz uchun eng zo'r yo'llardan biri. Lekin ikkinchi masala bo'lardiki, yo'l ko'rsatuvchi va uni moliyaviy qo'llab-quvvatlovchi jamoalar yetishmasin. Avvallari Daryo.uz tashkil qilgan loyiha bor edi. Eslayman, o'sha 2015larda ham shu loyihalar bo'lgan, lekin ommaviylasha olmagan yoki o'sha payt jamiyat shunga tayyor bo'lmagan. Hozir venture fondlar yetarlicha topiladi. Hatto shu darajada keldiki, pul bor, lekin startap yo'q. O'ygan. G'oya yo'q deyishyapti startapga. Ya'ni pul hammada bor. Mana pul beraman. Ya'ni u pul sizga hali kredit emas. U pul ishlatib qaytarib berasan degan pul emas. Shunday kompaniyaga tikilgan pul. Ya'ni aksiya nechidir foizni men seni sotib olaman va kompaniyaga sen sarflaysan. Bu pul seniki deyapti. Kompaniya rivojlanish uchun 100 ming, 200 ming, 500 ming, 1 million dollarni beraman deyapti. O'shunga loyiq bo'lsa bo'ldi kompaniya deyapti. Lekin shunaqa startap yo'q. Bu voqelikda bo'layotgan muammo. Etap-etap va uni qayta o'zlari sotib olib ko'paytirishyapti ham. Xuddi shunaqa. 500 million, 3 milliard, 10 milliard startapni ko'tarib rivojlanib borishiga qarab. Startaplar mavzusi o'zi juda katta mavzu, buni gaplashsak juda nima bo'laveradi. Najot ta'limda ham men eshitdim, bolalar startaplar qilib loyihalar yurishyapti. Sizga eng yoqqan startap qaysi bo'ldi shu Najot ta'lim o'quvchilarining ichida? Juda ko'p ishlar qilishgan ITda. Siz endi hayratlangan, esingizda qolgan. Biz Najot ta'limda doimiy tarzda musobaqalar o'tkazib boramiz. U musobaqalar IT sohasi bo'yicha bo'ladi. Endi har doim har xil startaplar chiqib keladi, lekin men endi umumiy aynan startap mavzusida bir narsa deya olmayman. Ya'ni hozir ya'ni startap garajiga kirgan loyihalarni ham bilaman. Menga o'zim eng hayron qoldirgan narsa bu, Najot ta'limda biz 16 yoshda o'qigan bir yigit bor edi. 16 emas, 14 yoshida o'qigan bola bor edi. 14 yoshida. Bunda 4 yil oldin. Yaqin 18 ga kirdi shu bola. 18 ga kirgan kuni IBM ga ishga olindi. IBM. Dunyoni top 10 ta kompaniyalardan bittasiga IBM da Polshadagi filialiga 18 yoshga kirgan kuni ishga olindi. Shu meni haqiqatdan xursand qilgan. Bizni bitiruvchilarimizni saviyali joyga ishga kirishi doim meni ham ruhlantirib kelgan. Lekin to'g'risi ishga joylashtirishni juda qiynalamiz. Mahalliy bozor qanchalik jiddiy qabul qiladigan, dasturchi yaratayotganimizda ota-onasi unga jiddiy yondashadigan, qo'llab-quvvatlaydigan holatlar juda kam. Lekin shunga qaramasdan ba'zi iqtidorli bolalar oilasidagi sharoit bo'lish bo'lmasligiga, qo'shimcha ishlab o'qiydigan bolalar bor. Qiyinchilik ko'rgan bolalar, ko'p mehnat qilgan bolalar chiqyapti. Ota-onasi tomonidan shu mavsumiy yoki kunlarni rejalashtirib, uy ishlari bilan kerak bo'lsa, ba'zilari hayvon boqib ham kelishadi. Dehqonchilikka qarashib ham dasturlashga kirib ketgan bolalar bor. Bir ustozimiz gap bordi, mehnat odam tarbiyalaydi derdi. Lekin bir narsaga hayronman, mana Namangan IT bozorida ishlaganimiz uchun hududlarda IT ga qiziqish tumanlar kesimida ham har xilda. Hali-haligacha men sotsiolog bo'lishimga qaramasdan asl kasbim shuni oxiriga yeta olmadim. Namanganda IT ga qiziqish birinchi o'rinda To'raqo'rg'on turadi.
To'raqo'rg'on tumanidan bola juda o'quvchilar ko'p keladi va juda ham kuchli dasturchilar chiqqan. Keyin Andijon baliqchisi bizga yaqin, Baliqchidan keladi. Namangan shahari o'zidan, Norin tumanidan 4 ta hududdan ITga qiziqish juda baland. Uchqo'rg'on ham qo'shilib qoladi. Qolgan tumanlarda shu nimaga bog'liq ekan? Sizda ham shunaqa statistika bormi? Menimcha bu yuqumlilikka bog'liq bo'lsa kerak. Ya'ni qanaqa yaqin audio kitobini biz yo'lma-yo'l eshitib keldim. Toshkentdan shu kechga kelguncha bu kitobni 4-marta o'qishim. Mana Yona Berger, ya'ni amerikalik professor Yona Berger mahsulot va g'oyalar qanaqa rivojlanishi. Shunaqa qanday g'oyalar rivojlanishi haqida yozilgan. Ya'ni u yerda qanaqa bo'ladi odatda tushuntirib aytaman. O'sha viloyatdan, o'sha tumandan, o'sha mahalladan kimdir chiqib qolishligi bu o'zaro o'sha fikr aylanishligi odatda shu narsalar mahsulotlarda yoki fikrlarda, g'oyalarda ommalashtirib yuboradi kasblarni. E'tibor berasizmi, qaysidir viloyatda olimpiadada kimdir g'olib bo'lib ketsa, aynan o'sha viloyatda iloji o'sha kasb, o'sha sport rivojlanib ketib qoladi. Bu tabiiy jarayon. Siz aytgan tumanlarda ham demak g'oyalar ommalashadigan nimadir ishlar amalga oshirilgan. Odatda o'sha bitta To'raqo'rg'onlik masalan men dasturchi ekanini bilaman Amerikada ishlaydigan Google'da. Google'da. Men shuni sababini so'rasam, biz mutaxassisimiz Qahramon aka aytdilar. Chunki aka To'raqo'rg'ondan shu Google'da ishlaydigan mutaxassis chiqqan. Shuning uchun o'shaning ta'siri katta dedilar. 100%, aka bu bor voqelik. Chunki odamlar ko'ryapti-da, Google'da ishlayapti. Oyligi qancha ekan deydi. O'rtacha oyligi deydi, $150,000 ekan. Yillik daromadi $200,000 ekan. Zo'r. Men ham bolam shunaqa bo'lsin deb orzu qilaman. Va orzu voqelikka aylanishni boshlaydi. Orzu voqelikka qanday aylanadi? Kelajakda deydi, 5-sinf bolasi 2 yildan keyin borasanda Algaratinga borib, misol uchun Namanganda borasanda IT o'rganasan deydi. Ya'ni buni xuddi shunaqa yuqumlilik deb o'ylayman men. Bundan boshqa odamlar, yana aytaman, ota-ona o'zi kimga havas qilsa bolasini shunaqa kelyapti-da va u g'oya qayerdan kelyapti? Eshitgan ma'lumotidan. Havas paydo bo'lyapti. Bundan 2 yil oldin bizda shunaqa voqea bo'ldi. Algoritmda biz o'zi Najot ta'limdan loyihalaridan juda ilhomlanardik. Endi bizga aytishardi, Temurbek aka faqat o'zidan ishchi oladi, boshqa kompaniyadan kadr olmaydi. Lekin bir ikkita eshitardim, yaxshi bolalar bo'lsa, soft skill nimasi to'g'ri kelsa, nima qilardingiz? Jalolov Ibrohim degan bizda o'qigan, ishlagan. Nima siz Najot ta'limga mentor bo'lib ishga kirishga muvaffaq bo'ldi. Endi siz taniysizmi, yo'qmi uni? Keyin o'sha React bo'yicha, rekruting bo'yicha ham ishladi. Shunaqa endi faxrlandik. Sizlarning standartinglar bor, chuqur filtrlaringlar bor. Undan keyin yana bir ikkita bola ishladi. Umuman kompaniyada agar qadriyati to'g'ri kelsa, shaxsi tartibi, soft skilllari to'g'ri kelsa, u albatta o'sha kompaniyada o'z o'rniga ega bo'laveradi. Siz dasturchilarni korxonangizga qabul qilishda bir 3 ta muhim qadriyatni ayting. Shu dasturchilarimizga bir shu ko'nikmalarni shakllantirishda yoshlarga, bo'lsa yosh dasturchilarga bir o'rnak bo'lsin. Xo'p. Asosan bir narsani aytib o'tishim kerak. Bizning kompaniyaga kadrlarni faqatgina HR bo'limi ishga oladi. Lekin qanday suhbat olishlarini bilgan odam sifatida ma'lum bir qismlarni aytib o'taman. Texnik intervyu olinadi. Texnik intervyudan keyin sizni kompaniyaga adaptatsiya qilish jarayonlari boshlanadi. Ya'ni siz kompaniyaga mosmisiz. Masalan, deylik, lafzingizda tura olasizmi? Shartnomani tushunasizmi? Avval dars berib ko'rganmisiz? Yoki intizomingiz qanaqa? Oddiy narsalar. Rivojlanishga bo'lgan ishtiyoqingiz qanaqa? Insonlar oldidagi holatingiz qanaqa? Siz o'quvchi bilan qanday ishlay olasiz? Mana shu narsaga e'tibor berishadi. Yoki IT kompaniyada olayotgan paytimizda yangi bilimlarni o'rganishga bo'lgan ishtiyoq qanaqa? Ya'ni biz qo'yayotgan narsalar elementar masalalar. Va bolalarda ham bitta muammo bor. Men ko'pincha o'ylab ko'raman. Men ba'zi bolalar bilan gaplashib qolaman-da, oradan qanchadir muddat o'tgan bo'ladi. Men o'z Najot ta'limga deydi, buncha vaqt oldin topshirmoqchi edim deydi. Menda ishlayotgan bo'ladi uyga o'zi. Nega topshirmagansiz? Qo'rqqanman deydi. Ya'ni meni olishmasa nima bo'ladi deb qo'rqqanman deydi. So'ragan bo'lardim. Nafaqat bizning kompaniya, istalgan bir kompaniyaga qo'rqmaslik kerak. HR rekruterlar, umuman HR mutaxassislar siz kabi yigitlarni yo qizlarni izlayotgan bo'lish ehtimoli bor. Har doim. Va bu narsa umuman cho'chimaslik kerak. Masalan, Robit loyihamizda ishga olishimiz juda oson. Mana biz Robitda 6 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan bolalarga robototexnika bo'yicha ta'lim beramiz. Robototexnika va IT bo'yicha. Va bu bo'yicha ishga olishimiz uchun siz istalgan bir IT kursini tugatgan bo'lishingiz. Gapingizni bo'ldim. Men bir narsaga qoyil qoldim. Robitdan telefon qilishdi. Ko'pincha headhunting qilishadi-da. Ochiq oydin hamkorlik qilaylik, yaxshi kadrlar bo'lsa,
ish o'rinlari vakansiya bor deb telefon qilishdi. Men bir g'alati bo'ldim, raqobatchi deb, lekin nimaga xursand bo'ldim, что hamma narsa ilgi samimiy va ochiq nima qilinyapti. Shunaqa aytsa bo'limi telefonga so'raydi o'zi kadrlarda. Biz kadrlarda qanaqa ishga olamiz deganda, men istalgan bir IT kurs tugatgan bo'lsam bo'ladi. Faqat yangi bilim o'rganishga bo'lgan ishtiyoq bo'lsa bo'ldi bizda. Biz u bilimlarni o'zimiz o'rgatamiz. Ya'ni maxsus o'quv rejamiz bor. Ustozlar tayyorlash bo'yicha 3 oylik, maksimal 3 oylik muddat bu. Bola onlayn o'rganadi. Qaysi qismini onlayn o'rganib bo'lgandan keyin offlayn keladi. Offlayn kelib markazdan o'tadi, keyin support teacher lavozimiga o'tadi. Ya'ni yordamchi ustoz. Undan keyin agar hamma jarayondan to'g'ri o'tsa, biz unga dars berishni boshlaymiz. Tushunarli. Va buning yana aytaman. Shakojon aka, buning imkoniyati bor va qiyin bo'lmagan narsalar. Ma'lumot o'rnida, lekin shu ham yoshlardan topilmayapti. Ha. Qiynalamiz shu narsada. To'g'ri bilimi bor, lekin xulq-atvor va insoniy ko'nikmalar juda ko'p narsani qilib qo'yapti. Biz kompaniyaga professional odamlar ishlashni istaymiz. Ya'ni muammosi bo'lsa konstruktiv ayta oladigan, yolg'on gapirmaydigan, boshqalarni baxtini hurmat qiladigan insonlar ishlashni istaymiz. Va bular muhim ko'nikmalar. Vaholanki shu narsalar o'rgatilmaganligi yoki bilsa ham shunga amal qilmasligi bu kompaniyaga futur yetkazadi. Va bunaqa bo'lmasligi uchun biz u odamlar bilan xayrlashamiz odatda. Vaqtimiz chegaralangan. Suhbatimiz oxirida albatta 5 ta blitz savolimiz bor. Undan oldin oxirgi men o'zimni shaxsan qiziqtirgan savol, chunki o'quv markaz rahbarlari va jamoatchilikdagi sizni taniganlar juda ko'p so'rashadi. Direktor sifatida o'zingiz HR bo'lib ishlardilar, Ali aka Zoirov. Ular adashmasam hozir ham boshqaryaptilar. Ha, endi boshqalar ham bordi, ayni ularni tayinlagansiz. Shu sababni ko'p so'rashadi. Ha, hozir Ali aka Najotdan rahbar hisoblanishadi. Xo'p, Ali Zairov nimalarni hisobga olib aynan tanladingiz? Tushundim. Bu yerdagi eng muhim narsa Ali aka mustaqil o'zlari qaror qabul qila olishi birinchi o'rinda va kompaniyani ichkaridan ko'ra olishi. Ichkarida masalan Najot ta'lim ochilgan 7 yil bo'lsa, lekin Najot ta'lim 7 yildan beri ishlaydi. Ukam ham o'sha yerda ishlaydi vaholanki. Lekin mendan ba'zilar so'radi, nimaga ukangiz qo'yilmadi deb. Lekin loyiqligi jihatdan eng afzali Ali Zairov edi. Va ular hozir o'ylayman a'lo darajada Najot ta'lim boshqarishyapti. Mendan ham yaxshiroq boshqarishyapti. Buni e'tirof qilaman. Eng kuchli IT mutaxassislari dunyoda qayerda? Bu baribir statistikaga qarash kerak, ana o'ylayman. Bunaqa savollar o'zi rostdan aytaman, statistikaga qarash kerak deyman. Ya'ni menda aniq javob yo'q. Lekin taxminan bor Amerikada bo'lsa kerak. Baribir chunki dunyoning eng top kompaniyalari hammasi o'sha joyda va ular maksimal eng yaxshi kadrlarni yig'ishga harakat qiladi. Umumiy xalq tilida aytiladigan gap bor. Eng zo'r dasturchilar baribir umumiy ko'pi Amerika tomonidan yig'ilgani bilan dizayn jihatdan Ukraina hamda Rossiyani Belorussiya dizaynerlari har doim eng yaxshilari bo'lgan. Shuning uchun dizayn maktabi baribir SNGda yaxshi rivojlangan. Bir o'quvchiga faqat bitta dasturlash tili o'rgatish kerak bo'lsa, qaysi dasturlash tilini tanlaysiz? Xo'p, C bilan Pythonda foundation o'rgatish kerak deb hisoblayman. Sababi Najot ta'limda biz shuni o'rgatganimizdan keyin bolalarda dunyoqarash ancha keskin o'zgargan. Chunki dasturlash tilini mantig'ini bola o'rgansa, istalgan dasturlash tilini o'rganish mumkin. Startap ochish yoki xalqaro IT kompaniyada ishlash. Juda ko'p dasturchilar shunga startap ochish deb javob beradi. Lekin vaziyatdan kelib chiqib o'zgartirish mumkin. Agar sizga risk ola olmasangiz, stabillik siz uchun kerak bo'lsa va startap qila olish uchun dunyoqarash kengligi ham juda muhimlikdan hisobga olgan holatda odatiy bir kompaniyada ishlashni tavsiya qilgan bo'lardim. Yo'q, men risk ola olaman, har qancha yiqilishlarga tayyorman deb hisoblaysiz, unda startap va yiqilishga tayyor turing. IT sohasida eng ko'p uchraydigan noto'g'ri tushuncha. Biz hozir ham aytib o'tdik, birdan eng katta daromad topish yoki IT ni bitirdim, men albatta ishli bo'laman deb o'ylash. Oxirgi savol, dasturchilarga bitta gap bilan motivatsiya bering. Yosh dasturchilarga. Agar matematika sizda yaxshi bo'lsa, tanqidiy tahliliy fikrlar zo'r bo'lsa va siz yangi bilimlarga chanqoq bo'lsangiz, dasturlash sohasiga kiring. Bo'lmasa kirmang. Yana bir katta rahmat. Alloh umringizni uzoq qilsin, energiyangiz undan ham ta'lim sohasida so'nib qolmasin. Kelgusi suhbatlarimizda ham vaqt topib shunaqa mazmunli, mazmunga boy, yoshlar uchun ularga chuqur katta motivatsiya beradigan suhbatlar qilishga umid qilib qolamiz. Shakojon aka, sizga ham rahmat kattakon. Suhbat uchun loyihalaringizga, algoritm o'quv markaziga va boshqa ta'lim loyihalaringizga omad tilayman. Charchamang. Rahmat katta.